Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va aziz tinglovchilar. Bugungi video darsimiz Azam Xoliqovning pedagog mahorat darsiga asosida 10-bob nutq texnikasi va notiqlik madaniyati mavzusi bo'yicha. Pedagog mahorat haqida gapirganda, aynan attestatsiya nuqtai nazaridan namuna keltiradigan bo'lsam, mana shu kabi ilmiy adabiyotlarni o'rganganda asosiy tushunchalarga juda ham diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni test topshiriqlarida savol matnini diqqat bilan o'qib, variantlar orasidagi nozik farqlarga e'tibor berib, ortiqcha chalkashtiruvchi javoblarni chiqarib tashlab, asosli xulosaga kelish kerak va buning uchun siz mavzuni o'rganish jarayonida judayam har bir ma'lumotga diqqat bilan e'tibor qilishingiz kerak. Demak, hurmatli ustozlarim, mavzularni tushuntirayotgan jarayonimda nozik jihatlariga e'tibor berib ketaman. Siz ham albatta bularni o'zingiz daftaringizga belgilab ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Azam Xoliqov pedagog mahorat darsiga asosida 10-bob nutq texnikasi va notiqlik madaniyati. Tarixchi olimlarning, ya'ni Apresianning ma'lumotlariga ko'ra, notiqlik san'ati eramizdan oldingi 7-asrda Yunonistonda asos solingan. Qadimgi Yunonistonda bolalarga bilim berish faylasuflar zimmasiga yuklatilgan edi. Ular notiqlik san'atining yetuk namoyandalari bo'lib, o'zlarining chiroyli so'zlari, baland va ta'sirchan ovozlari bilan odamlar tafakkuriga, ongiga kirib borganlar. Ta'lim va tarbiyada ulkan yutuqlarga erishgan. Aynan Yunonistonda epos, lirika, drama, haykaltaroshlik, musiqa va me'morchilik san'atlari bilan birga notiqlik san'ati ham murakkab va muhim san'at sohasi sifatida e'tirof etilgan. Notiqlik san'ati davlatning muhim ijtimoiy, siyosiy ishlariga taalluqli faoliyatiga ahamiyati hamda yosh avlodni tarbiyalashda ularning ongi va tafakkuriga qizg'in ta'sir etuvchi murakkab vosita ekanligi uchun Yunonistonda notiqlik san'atlar shohi deb atalgan. Demak, Yunonistonda notiqlik san'atlar shohi deb atalgan ekan. Eramizdan oldingi muhim ma'lumot ustozlarim, 5-asr Yunonistonda notiqlik san'atining eng takomillashgan va rivojlangan davri hisoblanadi. Bu davrda notiqlik san'atining quyidagi 3 ta qonuniyati qizg'in takomillashtirilib, notiqning ularga jiddiy e'tibor berish talab qilingan. Demak, ular birinchisi tinglovchiga tushuntirish bilan ma'lum g'oyani, ya'ni bir ma'lum g'oyani, tinglovchining tafakkurini uyg'otish, ya'ni fikrini, ongini, maqsadini va tinglovchini o'ziga jalb qilish. Qarang, notiqning jiddiy e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari bu: birinchidan, notiq tinglovchiga tushuntirib bera olish kerak bo'lgan g'oyasini va o'sha jarayonda o'sha tinglovchini tafakkurini uyg'otish kerak bo'lgan va shu bilan birgalikda tinglovchini o'ziga jalb qila olish kerak bo'lgan ekan. Va mana shu qonuniyatlarga amal qilgan holda notiqlar tinglovchilarga huzur bag'ishlash, shu jumlaga chizib qo'yaman, orqali odamlarning ezgulikka, adolatparvarlikka, vatan oldidagi burchlariga sadoqatli bo'lishga, eng yaxshi insoniy fazilatlarga amal qilishga, ularni doimo bajarishga hamda odob axloq qoidalariga rioya qilishga chorlashgan. Bularning asosiy vazifasi hisoblangan. Xo'p, bu attestatsiyada tushgan savol, ya'ni mana bunday tushgan edi savol: qaysi kasb egalari tinglovchilariga halovat bag'ishlash orqali odamlarning ezgulikka, adolatparvarlikka, vatan oldidagi burchlariga sadoqatli bo'lishga, eng yaxshi insoniy fazilatlarni amal qilishga, ularni doimo bajarishga hamda odob axloq qoidalariga rioya qilishga chorlagan degan savol attestatsiyada tushgan edi va uni variantlarida
musiqachilar degan javob ham bor edi, boshqa fanlardan tashqari, boshqa kasblardan tashqari va aynan mana shu javob musiqachilarga ham o'xshab ketardi. Ya'ni musiqachilar qanaqadir halovat bag'ishlaydi tinglovchilarga. Shuning uchun chalkashib qolmaymiz. Tinglovchilarga halovat bag'ishlash orqali odamlarga ta'sir qilgan kasb egasi bu o'sha payt Yunonistonda notiqlar bo'lgan ekan. Nutqning asosiy xususiyatlari. Mana shu 4 ta nutqning asosiy xususiyatlarini judayam muhim jihati bilan eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu o'sha 2024-kuzgi va bahorgi attestatsiyada tushgan, yana katta ehtimol bilan tushishi mumkin. Nutqning asosiy xususiyatlari 4 ta ekan. Nutqning to'g'riligi va ravonligi, nutqning aniqligi va ta'sirchanligi, nutqning mantiqiyligi va nutqning tozaligi va ifodaliligi. Demak, bu umumiy ma'lumot. Keyingi lavhalarda har biriga alohida to'xtalamiz. Qaytaraman. Nutqning asosiy xususiyatlari 4 ta. Birinchisi, nutq to'g'ri va ravon bo'lishi kerak. Birinchi xususiyati. Ikkinchisi, nutq aniq va ta'sirchan bo'lishi kerak. Uchinchi xususiyati, mantiqiy bo'lishi kerak va to'rtinchi xususiyati toza va ifoda bo'lishi kerak. Ya'ni nutqning tozaligi va ifodaliligi. Endi xuddi shu mazmunda tushgan testlardan bitta namuna qo'ydim. Mana nutqning asosiy xususiyatlari qaysilar degan moslashtirish testi tushgan edi va 1, 2, 3, 4 unda yana 5-chi ortiqcha test bo'lgan yoki faqatgina mana shu 4 tasi bo'lgan edi attestatsiyada tushgan savollardan. Demak, ustozlarim, moslashtirish testi 1, 2, 3, 4 dan to'g'ri raqamlarni tanlab olish so'raladi. Demak, bu yerda birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi ham to'g'ri. Ya'ni har 4 tala javob nutqning asosiy xususiyatlari, ya'ni mana nutqning to'g'riligi va ravonligi, nutqning aniqligi va ta'sirchanligi, nutqning mantiqiyligi va nutqning tozaligi va ifodaliligi. Ko'rib turganingizdek, har 4 tala javob to'g'ri. Endi attestatsiyada yana 5 ta yoki 6 ta ham berilish ehtimoli bor ustozlarim. Nutqning to'g'riligi va ravonligi. Nutqning to'g'riligi va ravonligi bunda uning asosiy til normalariga to'g'ri kelishidir. Bunda 2 jihatga e'tibor beriladi: urg'u va grammatik qoidalarga amal qilishi. Urg'u so'zlarning to'g'ri talaffuz etilishini ta'minlaydi. Grammatik norma nutqning mazmundorligini, ma'noli ekanligini bildiradi. Nutq oqimidagi so'zlarning o'zaro bir mazmunini bir-biriga ifodalovchi qoidalar yig'indisi ekan. Demak, ustozlarim, e'tibor berasiz. Nutqning to'g'riligi va ravonligi 2 jihatdan e'tibor berilar ekan. Undan oldin avvalo nutq adabiy til normalariga to'g'ri kelganda u to'g'ri va ravon bo'lar ekan. Urg'u va grammatik norma buning 2 jihati ekan. Ya'ni grammatik jihatdan to'g'ri gapirish va urg'uni joyiga qo'yish. Endi qarang. Tushgan test xuddi shu ma'lumot asosida. Pedagog dars va darsdan tashqari jarayonda o'quvchilar bilan bo'lgan muloqotda nutqning mazmundorligi, ma'noliligi, so'zlarni to'g'ri talaffuzi bilan ajralib turadi. Bu holatda nutqning asosiy xususiyatlari qaysi biri qo'llangan hisoblanadi degan savol tushgan. Ya'ni hammamiz bilamizki, attestatsiyada testlar vaziyatli bo'lib tushgani. Qarang, endi asosga bitta qaytamiz. Mana kichkinalashtirdim. Kalit so'zlarga e'tibor beramiz. Pedagog dars va darsdan tashqari jarayonda o'quvchilar bilan muloqotda nutqning mazmundorligini, mana mazmundorligini, ma'noliligini, so'zlarning to'g'ri talaffuz bilan ajralib turadi deyapti. Nutqning mazmundorligi, ma'noli ekanligi va so'zlarning mana o'zgarishi. Ko'ryapsizmi ustozlarim? Mana kalit so'z. Qarang, vaziyatli test qilinyapti-da. Vaziyat qilinib, o'sha adabiyotda berilgan ma'lumotdan
kalit so'zlar, ya'ni mag'zi olinyapti testga. Shuning uchun har doim ma'lumotni o'rganganda kalit so'zlarni ajratib olishga va o'sha mazmunini, mohiyatini, mantiqini, mag'zini ajratib olishga harakat qiling ustozlar. Keyingi testga e'tibor beramiz. Bu ham tushgan testlardan namuna. U test nutqning aniqligi va ta'sirchanligi. U testni qo'yibmanmi? Mana bu yoqqa tushib qolibdi ustozlarim, uzr so'rayman. Bu yuqoridagi buni javobi. Belgilab qo'yaman. Ya'ni qarang. Pedagog dars va darsdan tashqari jarayonda o'quvchilar bilan bo'lgan muloqotda so'zlarning to'g'ri talaffuzi, o'z nutqining mazmundorligi, ma'noli ekanligi bilan ajralib turadi. Nutq oqimida so'zlarning o'zgarishi hamda mazmunan bir-biriga birikishini ifodalovchi xilma-xil qoidalarga e'tibor qaratiladi, deyapti. Qarang, kalit so'zlarimiz nima edi? So'zlarni to'g'ri talaffuzi, nutqning mazmundorligi, ma'noligi, nutq oqimidagi so'zlarning o'zgarishi. Mana kalit so'z. Qarang. Nutqning mazmundorligi, ma'noligi, so'zlarni to'g'ri talaffuz bilan ajralib turishi va nutq oqimidagi so'zlarning o'zgarishi. Qarang, attestatsiyada xuddi mana shunaqa tarzda savollar tushyapti. Ko'ryapsizmi? Vaziyatli qilib test berilyapti-da, lekin o'sha orasiga asosdagi kalitlarning mag'zi qo'yilyapti. Test jarayoniqasiga, mazmuniga. Shuning uchun ma'lumotlarni o'rganganda o'zingiz uchun o'sha mag'zini anglatuvchi kalit so'zlarni ajratib olishga e'tibor berishga harakat qiling. Demak, ikkinchi test mana yoqqa xatolik bilan tushib qolibdi. Aslida u mana bu, ya'ni nutqning to'g'riligi va ravonligiga mos test edi. Keyingi nutq turimiz bu nutqning aniqligi va ta'sirchanligi. Ikkinchi nutq turimiz. Qoidasi. Mazmundor nutqning tinglovchiga, qarang, mazmundor nutqning tinglovchiga ta'sir etish omilidir. O'qituvchi so'z va tilning ravonligi, nutqlik qobiliyati bilan aniq faktlar asosida o'quvchilarga bilim beradi, ularning ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi. Qarang, nutq aniq va ta'sirchan bo'lishi uchun o'sha mazmundor nutq tinglovchiga ta'sir etish omili ekan. Avvalo o'qituvchi so'z va tilni ravonligi, nutqlik qobiliyati bilan aniq faktlar asosida. Mana kalit so'z. Nutqlik qobiliyati. Nega nutqlik qobiliyatini kalit so'z qilib oldim? Bilamizki, o'sha mavzumizni boshida nutqlar ta'sir etish orqali deganiga, ya'ni tinglovchiga ta'sir etadi deganidek. Shuning uchun nutqlik qobiliyati bu ta'sirchanlik, ta'sir etishga ta'sir etadi va faktlar. Fakt nima? Fakt aniqlikka olib keladi. Ya'ni faktlar aniq bo'lishi kerak. Faktlar aniq javobga olib keladi. To'g'rimi? Shuning uchun nutqning aniqligi faktlar asosida bo'ladi. Nutqning aniqligi va ta'sirchanligi xususiyatiga nutqlik qobiliyati va faktlar so'zlarini kalit so'z qilib oling. Ana endi mana bu tushgan test asosida mana shu ma'lumotni yana ichiga kiramiz. Pedagog o'quvchilarga ravon tilda nutqlik qobiliyatini ishga solib, aniq faktlar asosida bilim berdi. U o'rganilayotgan mavzuning ifodalayotgan voqelikka to'g'ri kelishiga e'tibor qaratdi. Bunda nutqning asosiy xususiyatlaridan qay biri mohirona qo'llangan? Keling, savolga e'tibor beramiz. Nima qilyapti? Pedagog o'quvchilarga ravon tilda nutqlik qobiliyatini ishga solib, aniq faktlar asosida bilim beryapti. Ko'ryapsizmi?
notiqlik qobiliyatini ishga solib, aniq faktlar asosida bilim berdi deb vaziyatli test berilyapti attestatsiyada. Endi variantlarni ma'lum, endi nutqning aniqligi va ta'sirchanligi bu, lekin biz variantdan ko'ra buni o'sha ma'lumotga asosga solishtiramiz. Qarang, kalt so'zlar notiqlik qobiliyati va aniq faktlar asosida. Ko'ryapsizmi? Nutqning aniqligi va ta'sirchanligi xususiyatiga, aziz tinglovchilar, notiqlik qobiliyati va faktlar so'zini kalt so'z qilib oling. Keling, shu mavzuga oid ikkinchi testni ko'ramiz. Abu Nasr Forobiyning o'qituvchi aql farosatga chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishini bilmog'i zarur degan fikrlari hozirgi kunda nutqning qaysi xususiyatiga to'g'ri keladi? Ustozlarim, qarang, attestatsiyada xuddi shunaqa savol tushganda. Bu yerda kalt so'z o'sha aniq ifodalash, bu faktlar asosida bo'ladi, to'g'rimi? Va aniq so'zi o'zi kalt so'z turibdi. Nutqini aniq ifodalay olish, bu nutqini aniqligi va ta'sirchanligi. Testimizning javobi mana shu. Demak, ikkinchi xususiyatimiz nutqini aniqligi va ta'sirchanligi ekan, notiqlik qobiliyati, faktlarni kalt so'z qilib olamiz. Keyingi nutq turimiz, ya'ni uchinchisi, nutqning mantiqiyligi. Nutqning mantiqiy bo'lishi eng avvalo o'qituvchining so'z boyligi, tafakkur yuritish qobiliyati va idrok etish mahoratiga bog'liq. O'qituvchi tilni yaxshi bilishi, so'z boyligi keng bo'lishi mumkin, ammo o'zi fikr yuritayotgan mavzuga nisbatan chuqur bilimga ega bo'lmasa, bilimlarni tahlil qila olmasa, notiqlik san'ati natija bermaydi. So'zlarning mavzuga mos ravishda to'g'ri qo'llanilishi, so'z birikmalari, gaplar va matnlarni izchil tarzda bog'lanishi nutqning mantiqiyligidan dalolat beradi. Ustozlarim, keling, bu ma'lumotni yaxshilab o'rganamiz va kalt so'zlarga to'xtalamiz. Nutqning mantiqiyligi avvalo nima bilan bog'liq? Tafakkur bilan bog'liq. Ya'ni tafakkurimiz bizni o'sha tafakkur yuritish qobiliyatimiz mantiqiylikka olib keladi. Mantiqiylik bevosita tafakkur bilan bog'liq. Bizni o'sha so'z boyligimiz, o'sha aytayotgan ma'lumotlarimizni idrok etishimiz va o'sha so'z boyligimizni keng bo'lishi ham nutqning mantiqiyligi. O'sha o'zimiz fikr yuritayotgan mavzuga nisbatan chuqur bilimga ega bo'lishimiz mantiqiyligimizdan dalolat. Ya'ni nutqimizning mantiqiyligi o'sha mavzuga nisbatan chuqur bilimga ega bo'lishimiz, bilimlarni tahlil qila olishimiz, bu nutqning mantiqiyligidir. Endi biz nutqimizda mantiqiylik bo'lsa, o'sha nutqimizdagi so'zlarni, so'z birikmalarini, gap va matnlarni izchil tarzda bog'lab, chiroyli fikrimizni ravon ifoda eta olamiz. Endi nutqning mantiqiyligiga kalt so'zlarimiz, so'z boyligini olishimiz mumkin, lekin eng avvalo tafakkur, chuqur bilim. Keling, so'z boyligini ham nutq mantiqiyligiga kalt so'z qilib olamiz. Xuddi shu nutqning xususiyatiga tushgan testimiz bor, uni ham bitta ko'rib chiqamiz. Qarang, boshlang'ich sinf o'qituvchisi ota-onalar va o'quvchilar bilan suhbatda o'z fikr boyligini, so'z boyligi, fikr yuritishdagi chuqurligi va izchilligi bilan ajralib turadi. Gaplarni ketma-ketligi va bog'liqligi nutqning qaysi xususiyatiga kiradi? Qarang, attestatsiyada o'sha nutqni mana shu 3-xususiyatiga oid test ham vaziyatli bo'lyapti. Ya'ni aytyaptiki, o'sha boshlang'ich sinf o'qituvchisi deyapti, ota-onalar bilan, o'quvchilar bilan suhbatda uni so'zi boyligi bilan, fikr yuritish chuqurligi va izchilligi bilan ajralib turadi. O'sha gaplarni ketma-ket bog'liqligi, ketma-ketligi nutqini qaysi xususiyatiga kiradi deb so'ralyapti. Bu nutqning mantiqiyligi. Kalt so'z qani? So'z boyligi mana. So'z boyligi, fikr yuritish chuqurligi, ya'ni fikr yuritishimiz, so'z boyligimiz nimadan dalolat? Nutqimizning mantiqiyligidan dalolat. Ustozlarim, nutqning mantiqiyligi xususiyatiga kalt so'zlar
so'z boyligi, tafakkur yuritishi va chuqur bilimga ega bo'lishini kalt so'z qilib oling. Endi nutqimizni 4-chi xususiyati bu nutqning tozaligi va ifodaliligi. O'qituvchi nutqining tozaligi avvalo uni adabiy til lisoniy normalariga muvofiq ifodalanish bilan belgilanadi. O'qituvchining chiroyli va mazmunan boy nutqi hozirgi o'zbek adabiy til talablariga mos bo'lishi, g'ayritabiiy unsurlardan xoli bo'lishiga qarab baholanadi. Nutqning toza bo'lishiga xalaqit beruvchi unsurlar dialektizm va varvarizmlardir. Hurmatli ustozlarim, qarang, nutq tozaligi, ifodaliligi o'zi aytyapti. O'qituvchi nutqi toza deyapti. O'zi kalt so'z bor, qarang. Toza deyapti. Yanayam adabiy til lisoniy normalarga muvofiq ifodalanishi. Qachon nutq toza va ifodali bo'ladi? Qachonki o'sha shaxs, pedagog, chiroyli, mazmunan boy nutqi o'zbek adabiy til talablariga mos bo'lsa va o'sha unsurlardan xoli bo'lsa. Demak, nutq toza va ifodali bo'ladi. O'zbek adabiy til talablariga mos bo'lsa va o'sha qanaqadir ortiqcha unsurlardan xoli bo'lsa. Va o'sha nutqni toza bo'lishiga xalaqit beruvchi unsurlar deb berilyapti dialektivizm va varvarizm. Bu dialektizm va varvarizmga hali alohida to'xtalamiz. Hozir esa o'sha mana bu umumiy ma'lumotga doir tushgan testni ko'rib chiqamiz. Mahoratli pedagog o'z darslarida chiroyli va mazmunan boy nutqi hozirgi adabiy til talablariga mos holda so'zlashda nutqning asosiy xususiyatlari, ya'ni qay birini mohirini qo'llagan. Nutqning asosiy xususiyatlaridan qay birini mohirini qo'llagan deyapti. Qarang, endi kalt so'zlarni bitta solishtirib olamiz. O'z darslarida chiroyli va mazmunan boyligi. Adabiy til talablariga mos. So'zlashda nutqni asosiy xususiyatidan qaysi biriga mohirini qo'llagan deyapti. Adabiy til talablariga mos, mana kalt so'z. O'zbek til adabiy til talablariga mos deyapti. Ustozlarim, bu nutq ifodali va toza bo'ladi. Kalt so'z qilib olasiz. Va xuddi shunda yana bitta test bor edi. Taxminan u ham shunaqa vaziyatli test edi-da. Unda o'qituvchining nutqi g'ayritabiiy unsurlardan xoli, nutqi toza. U qaysi nutqni qaysi xususiyatidan foydalangan, qaysi xususiyatiga ega degan savol bor edi ustozlarim. Unisida o'sha mana shu g'ayritabiiy unsurlarni kalit so'z qilib olgandi-da nargi testda. Shuning uchun belgilagan o'sha o'zbek adabiy til talablariga mosligi, unsurlardan xoli bo'lishini kalt so'z qilib olamiz. Demak, nutqni 4 ta turi bor ekan. Qaysilar ekan? Bitta qaytib olamiz. Nutqni to'g'riligi va ravonligi kalit so'zlarimiz. Nutq mazmunligi, mazmundorligi, ma'noligi va so'zlash nutq oqimidagi so'zlarning o'zgarishi. Keyingisi nutqni aniqligi va ta'sirchanligi. Nutq aniq va ta'sirchan bo'lish uchun nutqlik qobiliyatiga ega bo'lish kerak va faktlar asosida bilim berish kerak. 3-chi nutq turi nutqni mantiqiyligi. Nutq mantiqiy bo'lish uchun eng avvalo so'z boyligi bo'lish kerak, tafakkur yuritish kerak pedagog va albatta u chuqur bilimga ega bo'lish kerak. Tafakkur yuritish kerak va chuqur bilimga ega bo'lish kerak. Keyingisi nutqni tozaligi va ifodaliligi. Nutq toza va ifodali bo'lish uchun adabiy til lisoniy normalarga muvofiq ifodalanib, o'zbek adabiy til talablariga mos bo'lib, unsurlardan xoli bo'lish kerak ekan. Endi ustozlarim, mana bu qisqa ma'lumotlarga to'xtalamiz. Ya'ni bu ma'lumotlarni ham o'sha hozir kalt so'zlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Sababi bu o'sha moslashtiring testi bo'lib tushganida, ya'ni birinchi ustunda atamalar, ikkinchi ustunda ma'lumotlar aralashib bitta ortiqcha ma'lumot berilib, A ni B ga, B ni
A ni 1 ga, B ni 2 ga kabi moslashtirish testi edi. Keling endi jargon, varvarizm, vulgarizm, kanselyarизм va parazit so'zlarini ko'rib chiqamiz. Jargon muayyan kasb yoki soha mutaxassisliklariga xos bo'lmagan so'zlar. Ya'ni, bunda aytyaptiki, muayyan kasb yoki guruhdagilarga xos bo'lgan so'zlar deyapti-da. Ya'ni uni boshqa kasb egasi yoki qaysidir bir a, odam tushunmasligi mumkin. Masalan, shifokorlar EKG qilamiz desa, a, oddiy odam darrov tushunmasligi mumkin. Demak, a, jargon nutqni umumiy tushunarligini kamaytiradi deb eslab qolamiz. Ya'ni umumiy tushunarlikni kamaytiradi. Deylik, bizni o'zimizni pedagog nuqtai nazardan o'sha pedagog qobiliyat, pedagog metodika atamalarini ishlatamiz, mana shu so'zlarni. Bu biz tushunadigan so'zlar. Demak, jargon so'zlar muayyan kasb yoki soha mutaxassislariga xos bo'lmagan so'zlar ekan. Varvarizm nima? Varvarizm muayyan millat tilida bayon etilayotgan nutqda o'zga millatlarga xos so'zlarning noo'rin ishlatilishi. Ya'ni o'z tilida gaplashayotib, noo'rin chet so'zlardan foydalanish. Masalan, "Okey, men buni tushundim" deymiz yoki bo'lmasam, a, qisqasi deganda "Короче" degan so'zlar ishlatiladi nutqimizda. Bu varvarizm ekan. Ya'ni shu o'z tilida fikrini bayon etayotganda nutqda o'zga millatlarga xos bo'lgan so'zlarni noo'rin ishlatilishi bu varvarizm. Vulgarizm bu haqorat qilish, qo'pollik asosida qo'llaniladigan so'zlar ekan. Ya'ni qo'pol, haqoratli so'zlar ishlatilishi bu vulgarizm. Deylik, ahmoq, tentak deyishimiz o'quvchiga nisbatan, "Ey ahmoq, tentak" yoki qanaqadir bir haqorat qilish, qo'pollik asosidagi so'zlarni ishlatilishimiz bu vulgarizm bo'lar ekan. Ya'ni bunday so'zlar pedagog etikani buzilish sifatida baholanadi. Kanselyarизм bu o'rni bo'lmagan vaziyatlarda rasmiy so'zlardan foydalanish. Ya'ni oddiy nutqda ortiqcha rasmiy, kitobiy iboralardan foydalanish. Masalan, a, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, "Bu odam bu joyda yashay olmaydi" ni "Mazkur fuqaro mazkur hududda istiqomat qilishi taqiqlanadi" deyish bu kanselyarизм. Ko'ryapsizmi? Oddiy aytish mumkin, ya'ni "Bu odam bu yerda yashay olmaydi" ni o'rniga, deylik, o'sha "Mazkur fuqaro mazkur hududda istiqomat qilish taqiqlanadi" deyishi bu kanselyarизм, ya'ni o'ta rasmiy so'zlardan foydalanish. Ya'ni bu o'rni bo'lmagan vaziyatlarda, har doim emas, o'rni bo'lmagan vaziyatlarda. Parazit so'zlar bu ortiqcha so'zlarni ishlatilishi. Bularni barchasi nutqni tozaligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Parazit so'zlar bu gap orasida keraksiz qayta-qayta so'zlarni ishlatish. Bilasiz, ko'pchilik shaxsda nutqida bitta so'z qayta-qayta takrorlanadi. Masalan deyish mumkin. Aniq emas u, lekin, xullas, degan qanaqadir bir ortiqcha keraksiz so'zlar ishlatiladi. Bu parazit so'zlar bo'ladi. Buni eslab qolamiz. Parazit so'zlar shu pedagog nuqtai nazardan tushuntiraman-da buni. Parazit so'zlar o'qituvchi nutqini charchatib va uni nutqini ravonligiga xalaqit beradi deymiz. Demak, ustozlarim, xulosa qiladigan bo'lsak, nutqda jargon, varvarizm, vulgarizm, kanselyarизм va parazit so'zlardan qochish kerak, chunki nutqni tozaligi va ifodaliligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Attestatsiyada, savollarda bular ko'pincha, ya'ni mana shu ma'lumotlar o'sha nutqni tozaligiga xalaqit beruvchi omillar sifatida ham tushib qolishi mumkin. Demak, nutqni tozaligiga xalaqit beruvchi omillarga jargon so'zlar, varvarizm, vulgarizm, kanselyarизм va parazit so'zlarni belgilab qo'yamiz. O'zi nutq nima? Nutq bu tilda mavjud ifoda vositalaridan foydalanilgan holda reallikka aylangan fikr bo'lib,
ikki xil shaklda namoyon bo'ladi. Ichki nutq va tashqi nutq. Demak, nutqimiz ichki nutq va tashqi nutqqa bo'linar ekan. O'qituvchi ongida hosil bo'ladigan, hali amalga oshmagan, til elementlaridan tashkil topgan, kishini og'iz ochmasdan fikrlashi, mulohaza yuritishi, o'ylashi bu ichki nutq ekan. Demak, fikrlab, mulohaza qilib o'ylaganlarimiz ichki nutqqa kirar ekan. O'qituvchi mulohazasi va fikrini til vositasida nutq organlariga ta'siri va harakati bilan real tovushlar sifatida yuzaga keladigan nutq esa tashqi nutq, ya'ni ijtimoiy hodisadir. E'tibor berasiz ustozlarim, ya'ni biz o'sha o'ylaganlarimiz, fikrlarimiz til vositasida, ya'ni ovozimiz vositasida yoki harakat bilan yoki shu real tovushlar sifatida yuzaga kelsa tashqi nutq bo'ladi. Tashqi nutqqa yana biroz to'xtalaman. Masalan, biz o'ylaganlarimizni ovoz chiqarib aytmaymiz, uni yozamiz. Keling, hozirgi eng ommalashgan chat bu hozir Telegram'a, ya'ni juda ham ayniqsa bizni mentalitetda rivojlangani Telegram. Ya'ni Telegramdan o'z fikrlarimizni, fayllar almashamiz, to'g'rimi? Biz o'ylaganimizni ovoz orqali aytmadik, yozdik. Bu ham tashqi nutq bo'ladi. Chunki biz o'ylaganimiz yozuvimiz vositasida tashqariga chiqdi. Yozuv vositasida fikrimizni ifodaladik. Bu tashqi nutq bo'ladi. U ichimizda qolib ketmadi. Ichimizda qolib ketganigina, hech qanaqa vositalar asosida tashqariga chiqmaganigina ichki nutq bo'lar ekan. Biz o'sha yozuv bilanmi, tovush bilanmi uni tashqariga chiqardikmi o'sha nutqni? Bu tashqi nutqqa kirar ekan. Endi tilni imkoniyatlar va nutqning imkoniyatlariga to'xtalamiz. Qarang, tilni qanday imkoniyatlari bor, nutqni qanday imkoniyatlari bor. Bular albatta o'zaro bir-biridan farq qiladi. Til aloqa materiali. Ya'ni tilda aloqa qilinadi. Nutq esa aloqa shakli. Ya'ni ichki nutq, tashqi nutqqa shakllarga bo'linadi. Tilni xalq yaratadi. Ya'ni o'zbek tili, rus tili, ya'ni tilni xalq yaratadi. Nutq esa har bir shaxs yaratadi. Ya'ni har bir shaxsning o'zining nutqi bor. Demak, farqlayapmiz. Tilni xalq yaratadi, nutqni shaxs yaratadi, har bir shaxs. 3. Tilni hayoti qadim xalq hayoti bilan bog'liq. Ya'ni tilni hayoti qadim xalq hayoti bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tili necha ming yillik tarixga ega. Nutqchi, nutqni hayoti qisqa. U aytilgan paytdagina mavjud. O'sha payt. Masalan, deylik, siz ertalab nutq bilan so'zlashdingiz, o'sha nutq o'sha payt hayot bo'ldi. O'sha paytgina hayot ekan nutqimiz. Hayoti qisqa ekan. 4-inchisi, ayrim shaxslar ayni zamonda bir necha tilni bilishi mumkin. Ya'ni shaxs bir nechta tilni bilishi mumkin. Ayrim shaxsning nutqi ayni zamonda faqat bitta bo'ladi. Chunki u ma'lum vaqtda, ma'lum o'rinda yuz beradi. Ko'ryapsizmi? Tilni imkoniyati nutqnikiga qaraganda ancha kengroq. 6-inchisi, til turg'un, statik bo'ladi. Nutq harakatda bo'ladi, dinamik hodisa. Chunki nutq har doim harakatda. Masalan, hozir ham nutq o'zaro siz bilan ikkala ham bizni oramizda, aziz tinglovchilarim. Demak, tilni imkoniyatlari nutqni imkoniyatlaridan bevosita farq qilyapti. O'qituvchi nutqining ta'sirchanligi va ifodaliligiga alohida to'xtalamiz. O'qituvchi nutqining ta'sirchanlik va ifodaliligi degan nutqimizning xususiyatlaridan biri edi, ustozlarim. O'qituvchi nutqining ta'sirchanligi va ifodaliligi bu nutqning asosiy sifatlaridan biri hisoblanadi. Nutqdagi to'g'rilik va aniqlik, mantiqiylik va tozalik tinglovchiga ta'sir etish uchun yo'naltirilgan bo'ladi. Nutqning ta'sirchanligi deganda o'qituvchining og'zaki nutq jarayoni nazarda tutiladi va u o'quvchilar tomonidan qabul qilinishida paydo bo'ladigan ruhiy vaziyat e'tiborga olinadi ta'sirchanlikda.
nutqni o'quvchilarga qanaqa ta'sir qilishida, ularda qanday taassurot qoldirishida, o'sha o'qituvchining nutq jarayonida o'zini qanaqa tuta bilishi, imo-ishoralari, hatto kiyinishidagi madaniyati kabi omillarni ham o'rni bor. Samimiylik, xushmuomalalik, odoblilik, o'quvchilarga hurmat bilan qarash kabi fazilatlar nutqning o'quvchilar tomonidan e'tibor bilan tinglanishiga sabab bo'ladi. Demak, qanday fazilatlar o'quvchilar tomonidan e'tibor bilan tinglanar ekan? Samimiy, xushmuomala, odobli va o'quvchilarga hurmat bilan qarash. Bu mana shu fazilatlar mana shu nutqning o'quvchilar tomonidan e'tibor bilan tinglanishiga sabab bo'lar ekan. Demak, nutqni ta'sirchanligi bu o'qituvchining nutqi shunchaki ma'lumot berib qolish kerak emas deyapti. Balki tinglovchiga, ya'ni o'quvchiga ruhiy ta'sir qilish kerak va shu bilan birga unda qiziqish uyg'otish kerak. Qarang, taassurot qoldirish kerak ekan o'quvchida. Masalan, kitob o'qish foydali desak, bu oddiy bo'lib qoladi-da. Ta'sirchan qilsak, bolalarim, o'quvchilarim, kitob o'qigan odamning qalbi yorug', fikri keng bo'ladi. Kitob insonning eng yaqin do'sti, ya'ni siz bilan bizning do'stimiz desak, bu ta'sirchan bo'lyapti. Attestatsiyada qanaqa tushish mumkin bu yerda? Nutqni o'quvchiga ta'sir o'tkazishdagi o'rni kabi so'raladi-da. Ya'ni nutqni o'quvchiga ta'sir o'tkazishdagi o'rni nima desa, bu nutqni ta'sirchanligi bo'ladi. Nutqni ifodaliligi nima? Nutqni ifodaliligi bu nutqni chiroyli, mazmunli va albatta his-hayajon bilan yetkazish. Ona tabiatni asrash kerak. Bu oddiy. Ona tabiat bu bizning beshigimiz. Uni asrash kelajakda sog'lom hayot qoldirish demakdir. Qarang, ifodali rivoyat deyapmiz. Endi attestatsiya nuqtai nazaridan bu yerda nutqida samimiylik, xushmuomalalik, odoblikni o'rni keltirilsa, bu nutqni ifodaliligi bo'ladi, ustozlarim. Demak, o'qituvchi nutqida ta'sirchanlikni oshiradigan omillar bu o'sha samimiylik, ya'ni o'quvchiga mehr bilan murojaat qilish, xushmuomalalik, odoblilik bilan gapirish, o'quvchilarga hurmat bilan qarash va albatta tana tili, imo-ishora, ovoz ohangi va hatto kiyinish madaniyatimiz ham o'quvchilarga ta'sir qilar ekan. Demak, ustozlarim, o'qituvchi nutqi nafaqat to'g'ri va ravon bo'lishi kerak, balki ta'sirchan va ifodali bo'lishi ham kerak. Chunki aynan shu sifatlar darsning samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni o'sha darsga qiziqtirib, ularni ongida mustahkam taassurot qoldiradi. Mukammal nutq san'atiga ega bo'lish uchun o'qituvchilar uchun ulkan mehnat talab qiladigan murakkab jarayon. Ya'ni o'sha mukammal nutqlik san'atiga ega bo'lishimiz bu murakkab jarayon ekan. Nutqni o'tkirligi, yorqinligi, originalligi tinglovchi va o'quvchilarda his-tuyg'u hamda qiziqish uyg'otishi ularning e'tiborini qaratib, aytilayotgan fikrni mazmunini yaxshiroq yetkazish zarurati ekan. Demak, nutqimiz o'tkir, yorqin, originalligi bilan tinglovchi va o'quvchilarda his-tuyg'u hamda qiziqishni uyg'otish kerak. His-tuyg'u va qiziqish uyg'otish bu nutqlikka bog'liq bo'ladi, ustozlarim. Texnik jihatdan nutqiy tajribaga ega bo'lgan o'qituvchining nutqi quyidagilarni ta'minlash kerak. O'qituvchi va uni tarbiyalanuvchilar o'rtasida o'zaro munosabatni mahsuldor muloqoti, demak, muloqotimiz mahsuldor bo'lishi kerak. Ta'lim jarayonida bilimning to'liq qabul qilinishi, anglanishi, mustahkamlanishi kerak. Ya'ni bilim to'liq qabul qilinishi uchun o'quvchi tomonidan nutqimiz faktlar bilan berilishi kerak. Ya'ni o'sha chuqur ma'lumotlar bilan to'ldirish kerak. Keyingisi, o'quvchilar faoliyatiga ulardagi qobiliyat va iqtidorini shakllantirish maqsadida
ong va hissiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish. Albatta, o'quvchilarning ongi va hissiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun bizda notiqlik bo'lishi kerak, notiqlik qobiliyati. O'quvchilarning o'quv va amaliy faoliyatini maqsadga muvofiq tashkil qilish. O'quvchilarning o'quv va amaliy faoliyatini maqsadga muvofiq tashkil qilishimiz uchun biz o'sha nutqning 4 ta xususiyatini egallay olishimiz kerak. O'qituvchilarning pedagogik faoliyatida og'zaki nutqi monologik, dialogik shakllarda bo'ladi. Monologik nutqini keng tarqalgan shakli maktabda hikoya, maktab ma'ruzasi, sharhlash va boshqalardir. Dialogik nutq turlari suhbat, savol-javob shaklida. Mana shu ham attestatsiyada tushgan ustozlarim. O'qituvchining pedagogik faoliyatida keng tarqalgan og'zaki turi qaysilar degan savol tushgan. Monologik va dialogik nutq. Eng keng, ya'ni monologik biz monolog usulida dars o'tamiz, dialogik bizda savol-javob bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari moslashtirish bo'lib tushganida monologik nutqni shakllari va dialogik nutqni shakllari so'ralgan. Monologik nutqni shakllari hikoya, maktab ma'ruzasi, yana boshqalar berilgan edi. Hikoya, maktab ma'ruzasi, o'sha tushuntirish degan variantlar bor edi. Dialogik nutq o'zi ikkita, suhbat va savol-javob. Bilamiz, suhbat va savol-javob bu dialogik nutq. Maqsadga muvofiq keladigan pedagogik nutq texnikasi o'zining mantiqiyligi, mana shuni bitta ma'lumotni ko'rib olamiz ustozlarim. Qarang. O'qituvchi nutqining funksiyalari bor 3 ta. Har bir funksiya turini ko'rib chiqishimiz kerak. Maqsadga muvofiq keladigan pedagogik nutq texnikasi mantiqiyligi, ishonchliligi va kuzatuvchanligi bilan bir necha funksiyalarni bajaradi. Belgilab qo'yasiz ustozjonlarim konspekt daftaringizga. Pedagogik nutq texnikasi nechta funksiyaga bo'linadi degan savol bo'lsa, pedagogik nutq texnikasi 3 ta funksiyaga bajaradi. 3 ta funksiyani. O'qituvchi nutqining birinchi funksiyasi, o'qituvchi nutqining ikkinchi funksiyasi va o'qituvchi nutqining uchinchi funksiyasi. O'qituvchi nutqining birinchi funksiyasi bu o'rganilayotgan bilimlarni to'liq holda berilishini ta'minlashdan iborat. Ya'ni o'qituvchi nutqining kommunikativ o'ziga xosligi sababli bilimni o'quvchilar tomonidan qabul qilinishi va esda qolishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa mavjud. Nutq bu jarayonni ta'minlashi va yoki qiyinlashtirishi mumkin. Demak, qarang ustozlarim. O'qituvchi nutqining birinchi funksiyasi bu qisqa va lo'nda qilib aytadigan bo'lsam, bilimni tushunarli qilib berish, esda qolishini ta'minlash. Kalt so'z mana shu. Qaytaraman. Bilimni tushunarli qilib berish va esda qolishini ta'minlash. Bilimni to'liq holda berilish. Mana shu sizga kalt so'z bo'lsin. Va esda qolishini ta'minlash. Demak, birinchi funksiyasi bilim tushunarli beriladi, to'liq holda va esda qolish ta'minlanadi. Bu birinchi funksiyamiz ekan. Masalan, o'qituvchi tarix darsida Amir Temur 1336-yil tug'ilgan deb aniq faktni aytsa, bu nutqning birinchi funksiyasi bo'ladi. Ikkinchisi, o'qituvchi nutqining ikkinchi funksiyasi o'quvchining to'liq faoliyati jarayonida darsda o'rganilayotgan bilimlarni samarali o'zlashtirishni ta'minlash. Ya'ni o'qituvchi nutqining ikkinchi funksiyasi bu bilimlarni o'zlashtirishga yordam berar ekan. Kalit so'z bilimlarni o'zlashtirish. Demak, birinchi funksiyamiz nima edi? Bilimni to'liq holda berish, ya'ni va tushunarli berish va esda qolishini ta'minlash bo'lsa, bu yerda bilimni samarali o'zlashtirishni ta'minlash. Ya'ni o'qituvchi nafaqat ma'lumot beradi, balki uni o'quvchi ongiga singdiradi. Samarali o'zlashtirishni ta'minlaydi. Masalan, matematika darsida o'qituvchi faqat kasr qo'shiladi deb aytmaydi. Buni biz doskada yechamiz, misollar bilan tushuntiramiz, yana mustahkamlaymiz, to'g'rimi? Bu ikkinchi funksiyamiz ekan. Bilimni samarali o'zlashtirishini ta'minlashimiz. Uchinchisi, nutqning uchinchi funksiyasi o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi mahsuldor o'zaro munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yishdan iborat. Ya'ni
O'qituvchi o'quvchilar o'rtasida munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yadi. Bu pedagog muloqot, samimiylik, hurmat, xushmuomalalik orqali amalga oshadi. Demak, 3-funksiyamiz nima ekan? O'zaro munosabatni, mahsuldor munosabatni yo'lga qo'yish. Demak, o'zaro mahsuldor munosabatimiz. O'qituvchi darsda o'quvchiga sen bu masalani yaxshi ishlading, endi davom ettir deb rag'batlantirsa, bu 3-funksiya bo'ladi. Demak, ustozlarim, har uchala funksiyasi bilimni to'liq va aniq yetkazish 1-funksiya, bilimni samarali o'zlashtirishga yordam berish 2-funksiya bo'lsa, 3-si o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqot, bu 3-funksiya ekan. O'qituvchining nutq texnikasi nima? O'qituvchining nutq texnikasi o'qituvchi va o'quvchilar munosabatini boshqarish rolini bajaradigan jarayon. Bu yerda hamma narsa ahamiyatli, ya'ni nimalar? O'qituvchini o'quvchiga qanaqa murojaat qilishi, salomlashishi, talablarni qanday qo'yishidan tortib tanbeh va izohlarni tushuntiradi deymizmi? Istak va xohishlarni qanaqa bayon qilishi, nutqni jozibadorligi, chehrasidagi ifoda, qarashlar hammasi ta'sir ko'rsatishi o'qituvchining nutq texnikasidir, ustozlarim. Mana shu hammasi bizni nutq texnikamiz ekan. Endi nutq texnikamizda mana bu atamalar tushgan, ustozlarim, attestatsiyada. To'g'ri nafas olish, diksiya, tembr, diapazon, artikulyatsiya kabi ma'lumotlar. Har birini qoidasini tushuntirib ketaman. To'g'ri nafas olish bu so'zlashayotganda to'g'ri nafas olish, ovozni to'g'ri yo'lga qo'yish va uni tovlanishi, so'zlarni xatosiz talaffuz qilish, nutqlik san'atini takomillashtirishga olib boradigan o'qituvchi nutq texnikasini shakllantiradigan xususiyat ham to'g'ri nafas olish. Demak, to'g'ri nafas olgan shaxsdagina o'sha nutqlik san'ati takomillashar ekan. Demak, to'g'ri nafas olish bu nima ekan, ustozlarim? Nutqlik san'atini takomillashtiradigan, so'zlarni xatosiz talaffuz qildiradigan xususiyat ekan. Diapazon. Diapazon kalit so'z tovushni hajmi. Kalit so'z tovushni hajmi. Diapazon tovushni hajmi bo'lib, uni chegarasi eng yuqori va eng quyi ohanglar bilan belgilanadi. Masalan, sinfxonada diapazon bizga juda muhim ahamiyatga ega. Tovush hajmini ko'tarib, pastlashimiz kerak joyda mavzuni tushuntirayotganda juda katta ahamiyatga ega. Bu diapazon bo'ladi. Tembr nima? Tembr nutq tovushining rang-barangligi, yorqinligi. Demak, rang-barangligi, tovushning yorqinligi bu tembr ekan, ustozlarim. Tembr tovushni rang-barangligi va yorqinligi hamda yumshoqligini ifodalaydi. Shu bilan birga o'qituvchi nutqini chiroyli, mayin, jozibali, o'ziga xos bo'lishini ta'minlaydigan xususiyat ham tembr ekan. Kalit so'z tembriga rang-baranglik, yorqinlik. Diksiya. Diksiyaga hech ikkilanmasdan kalit so'zni olasiz. Aniq talaffuz. Aniq talaffuz bu diksiya bo'ladi. Talaffuzni aniqligi o'qituvchi uchun professional zarurat. Nutqni o'quvchilar tomonidan to'g'ri tushunishini ta'minlaydi. Artikulyatsiya nima? Artikulyatsiya aniq talaffuz qilishni takomillashtirish bo'lib, nutq organlarining aniq va to'g'ri harakati. Demak, ustozlarim, artikulyatsiyada nutq organining harakati deb kalit so'z qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'sha aniq talaffuz qilishni takomillashtirishimiz uchun bizning nutq organimiz ham to'g'ri harakat qilish kerak. Mana og'iz bo'shlig'imiz, til, tish, hammasi. Ritmika. Ritmika bu ayrim so'z bo'g'inlarning aytilishi muddati va to'xtalishini bildiradi. U gapirishda to'liq davomiylikka, nutq ifodalarni o'z o'rnida qo'llashini ta'minlaydi. Demak, ritm to'xtalishni kalit so'z qilib oling va ifodalarni kalit so'z qilib olasiz. Ya'ni ritm o'sha kerak joyda to'xtalib, ritmlarga, ifodalarga e'tibor berib, o'z o'rnida qo'llash ritmika bo'ladi. Ustozlarim, bu hammasi tushgan savollar, bularni har birini eslab qolasiz va darsimizni so'ngida aytmoqchimanki,
Bo'lajak o'qituvchi o'z nutqini takomillashtirish uchun ta'lim va tarbiya jarayonida quyidagi yo'nalishlarga doimiy amal qilib borishi lozim. O'zbek adabiy til qonuniyatlari va normalarini mukammal bilishi, o'zini va nutqiy faoliyatni muntazam nazorat qilishi, o'zining nutqiy madaniyatini doimiy rivojlantirib borishi, nutqining muloqotning barcha holatlarida o'sha adabiy nutq qoidalarini egallashi va mana shu egallash uchun sharoit yaratilishi. Bunaqa ma'lumot ham siz uchun moslashtirish bo'lib tushib qolishi mumkin. Hurmatli tinglovchilarim, bu ma'lumotni ham esda saqlab qolishga harakat qiling. Xullas, aziz ustozlarim, biz bugun darsimizda nutqning asosiy xususiyatlari, to'g'riligi, ravonligi, aniqligi, ta'sirchanligi, mantiqiyligi, tozaligi va ifodaliligi haqida suhbatlashdik. Bundan tashqari, mana bu o'sha diksiya, diapazon, to'g'ri nafas olish, tembr, artikulyatsiya, ritmikalarni ham to'liq ko'rib chiqdik. Shuni yodimizda tutishimiz kerakki, o'qituvchining nutqi bu uning mahoratini namoyon etuvchi eng asosiy ko'rsatkichdir. Chiroyli va mazmun nutq esa nafaqat o'quvchilar, balki hamkasblar, ota-onalar oldida ham o'qituvchining obro'sini oshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga attestatsiyada va pedagog faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr ustozlarim. Albatta, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang.